Жай vaqt o'tib ketdi. Yasinning xislatli kassasi o'xshashli tepilmadi. Osmonbaymo xislatli kassini ammaganda qiladi. Bu 3 oyda Yasin xislatli kassiga o'xshaydiganlik narsani bir-birlab tekshirib silab chiqdi. Yo'lda uchirganlik odamdan xislatli kassini so'rab chiqdi. Lekin o kunda mo'shunda quruq qo'l yataqqa qaytadi. Yasin xislatli kassini yo'qotgandan boshqa o'zini qo'shib yo'qotgandek qiladi. Yasin, bo'ldi qil. Xislatli kassini kallangga kirgizib olmag'in. Bunda qilsang, o'zingni tugashtirib olasan. Bilasiz, ishxona jami 17 million setilgan. O'sha jarayonda bu pullar ishilinib, eng oxirgi 2 million pul mana bugun kanning hisobotiga to'liq o'tdi. Hisobotda hozir hech qanday pul qolmadi. Pul pak tugdimi? Pak tugdi. Men hozir qanday qilishimni bilmayapman. Yazg'u menimcha bizning eng yaxshi tanlashimiz kanni etib yetishmiki. Yo'q. O kan etsa bo'lmaydi. Bu hozirgi ahvolim mushbit ketavermaydi. Atogin Alloh qolim yaxshi qolganchada biz uchada yana kanalimiz deb yana ovora olib yurar ekanmiz. Unga ko'ra kan qapqasin bo'ldi. Sotmaydi. Yazg'u hozir setish emas. Siz o'ylab boqing. Bu kanni ziyonga menayotgan bo'ldi. Sotmaydi deganki sotmaydi bulamda hozir. Sotmaydi turli yana amal chiqib qoldi. Chiqib qolayna. Amal cho'qim chiqadi. Yazg'u men kanni setib yetayli demedim. Kanni taqib yetayli dedim. Bu ziyonga menayotgan oltin kanni hech kim olmaydi Yazg'u. Ash cho'nglardan qolgan kasa men izchilarda omadlarni ko'rayotgan. Ash kas tepilsa hamish chayir ketdi. Qaytadan ishlarim oshibdi. Meningcha eng yaxshi tanlashimiz yana shu kanni taqash. Men dedim, taqsaq bo'lmaydi deb men magamni qilmay. Taqmaymiz. Yazg'u 7 oydan buyon nayt obda hamkorlashdik. Gerçi oldin oylik mashina ololmagan bo'lsam-mu, ikkimizning o'tirliqda hech qanday aniq ziyalari yo'q. Mening maqsadim bo'lsa, men o'zimning ig'irchiligini sizga sag'im yo'q. Shunga bundan keyin qanday ishlar bo'lsa, telefon qilsangizlar, men har vaqt tayyor. Xizmatingizda borman. Shunga men asta qaytqach tursam bo'lamdi ekan. Kanning ishlardan ansimasangiz bo'ldi. Barliq rasmiyatlarni men vaqtida Shernayga o'tkazib bermay. Kan boshlig'imi mijozi nayt yaxshi, nayt o'ngli qadam. Shernay bilan yaxshi hamkorlashib ketgan. Bundaqda men qaytdim. Yazg'u qanday ishingiz bo'lsa, menga har vaqt telefon qilsangiz bo'ladi. Men cho'qim sizga yordam qilaman. Yazg'u bo'ldi, pekchi qo'ylab ketmang. Yeningizda men bor. Nima shu ishlar yaxshi bo'lib ketadi. Tutma, aqsaringiz sencha. Shirin to'g'ri dedi. O'zingni tashlab etma. Hamma ishlar yaxshi bo'lib ketadi. Yazg'u men gap qotmasga. Men sizning imzo shirkatida dengizga
Kiyimigen bir özellikte kiymazdan mene imza şirketi qaytırıp etdim. Ular bana yerim bahada pulunu qaytırıp berdi. O pullarda kandık işçi hizmetçiliğinden maaşını verip kan takip ettim. Nima? Nima taqyapti? Altın kan takip ettim. O oltin kan taqsaq bo'lmaydi. Nima taqyapsiz? Biz hazır işte ahval çıkıp kalganca siz yana altın kan dağıtamsınız. Biz işçi hizmetçilerinin pulunu beremidik. Bizde berdiğen pul yok. Siz hazır yana altın kandan yırmdım ha? Yo'q, kan taqsaq bo'lmaydi. O kasogan bo'lsa taqolmaydi. Yasin, bo'ldi taquyda u kanni. Kasang tepilganda qayta açsang bo'ladi emasmi? Kasına kelgan. Makas uytga solmaydi. Depish kerak bu kas. Nada bu kasına ekan? Yazım. Hep böyle cilomanimde cilop gitsiz. Hep bu kası yok boz nim boptu. Aşıncıdan muyumaz siz üçün. Muyum. Entay muyum. Meni hayatımda muyum makas yaptınızmı? Tepish kerak buni. Cho'qim tepish kerak. Hep bu kası yok vakitte biz yaşağına biz başka yollar arkalı pul tapsak mı bulduk o? Neymiş bunun istivatsız? Siz olmaydi ekansiz, akasimiz yo'q qara. Men ishni emasman, axlat qarab qo'limda hech qanday ish kelmaydi. Akasini olib qara, tapsa qaytib olmaydi. Kim o'g'il ketdi akasini? Akasini aytib deb Aş aketga adam tapsak akasini cho'qib topib qoldi bir yerdan. Shuningcha biz cho'qim akasini aketga adam deb ishimiz kerak. Yasin, kasının derdida elishib qolay dedingmi nima? Yazım birden üzerinize bisvarsız kanda. Bu qanday o'zini bisalarima? O'ylab boqma. Akasini ekan. Atib oldim. Akasi, ayolga kasalmaydi, tushundingizmi? Namus mavlo qanday deyman? Akasini cho'mmonda qat akasini sal. Akasi gel solmaydi qara. Yazım. Siz üzeriniz bisirle biz bir amal tapaydık. Çok taptılar. To'g'ri, o'zingni besib ol deyman. Biz o kasa bir ilan çıkarıp baksak kanda. Siz Nima? nece? Nima qiladi? Biz ilan çıkarıp baksak kanda. Nima qiladi? Aş kasıga bir ilan çıkarıp başkalar izletip bakaydı. Mabuzga. Ha, e'lon beraylik. Mana uzun qiram. Ha, shu televizorga, radioga, gazetlarga, ondan keyin to'rlarga, telefonda hammadan ko'ralik vaqt aytadi beraylik. Ondan keyin ha, ilaqa qog'ozlarga shuni ustiga rasmdan chaplab mashinaga shuncha butun mamlakat Amerika, ko'cha Amerika chaplab buni. Hammadan ko'ralik vaqt suyunchali. Ha, suyunchini ko'rsa odamlar ko'rib ma'nosini biz akab bekasini. O'chirma makasini topalayman, erishayman. Ha? Başarısın Buldu. Emse suyunçini 10 milyon da kolaylaydı. 100 milyon. 100 milyon. Aç kasına ekepmezsen de 100 milyon pul verin Allah'a. 100 milyon? Ha 100 milyon. Bizde 10 köp pul yok yazı. 100 milyon boz bulmaydı. 10 milyon. 10 milyon. 10 milyon? Ha arkasını tepip ekepmezsen 10 milyon. Nek meydanda köz aldılar ve 10 milyon sana pulu tapacağım ben. Kadar? 10 milyon. Ulan ki? Ya ben çokum çıkarlayım pulunu. Çokum başkası tepişimiz gerek. Ulan dur. Siz aşağı kılan. Mağazı diyendek televizor, radyo, gazet, tor, telefon, annekin kağıt. Hem yeri. Koça hem yeri şaplasın. Ulan dur. Buldu. Az suyuncu unutkamam. 10 milyon ne kepez. Buldu siz birden özünü bir sıra mağazını şu işini. Maklı hazırlı verim. Bak. Ha. On milyonu köyge adam çok mu ne gibi? Yasin, xislatlik kasının xislatini bayqagan odamga qanchalik pul bersangmi, u kasini san qaytarib berish natayin juma. Şimdi karangu bir yer. Yazın bir yer neymiş katsı bir yer hitapsız o. Bu da moramalay demiş. Tez ornozdan turana bir hoş haber var. Ne hoş haber? Kasanız tepilipti. Kasang tepilibdimi? Kasanız tepildi. Asma, qani? To'xtang, men hozir boshlab kiray.
Qani qara. Jo, yaxshimi? Yaxshi. Sizni kasni deb oldi edi. Ha, deb bo'lgandim, o'tirib deyishganda. Keling. Kasqani. Ko'sa, mana niyada. Mushu. Voy, to'xtam. Ma kasmeniki. Ya, bu ko'sa sizning emasmi, qiynaq emas. Hozir pulni kerak, pulni. Pulni nima qildingizmi? Pul? Yasin, pul bormi? Biz pulmi? Pul yo'q, lekin biz Oqsaroydan suv zavodi bor. Oqsaroyniki suv zavodi emas. Siz avval mezonliksiz aloqalashing. U odam bizga 10 million pul bersin. Suv zavodining bateras. Pulni omonlik qilgan bo'ldi. Siz bu kasni nima deb oldingiz? Men buni ash yakshanba kuni toza yo'lda ketib qolsam, yo'lning bo'yida bir eski tuski chiqib turgan bir odam bir narsani yig'ib turibdi, qarasam, qarsida mushturdi. Chiroyli ko'rinib ketdi, oltindeklar. Shuning bilan 300 ga edib uyga olib tizib qo'yay deb olgandim. Yo'lda ketib qolsam, yo'lning hamma yeriga chopib yetibsizlar. İşte bu kas yutib ketdi. 10 million pul beramiz deb. Beramiz, rost beramiz. O'xshashgan malikin. Shunga akeldim sizga. Bo'ldi. Rahmat sizga, rahmat. Pul tayyorda ammo. Tayyor. Tayyor bo'ldi. Agar bu kasb meniki bo'lsa, 10 millionni cho'qim beraman. Shirin, qanaqa bo'ldi? Men hozir mezonla aloqalashdim. 30% pul hisoblab, men 10 million etmadik. Mayli. Mayzon yomon vaqtda asqatdi, ha? Kartonni hal bo'pti. Ay, naqd pul bo'lsa bo'ladi, juma. Ishonchlikmi da kartman shusa. Ma karta o'rpasi bexatarlik uning ustiga 10 million pulni sizmi sanab bilmaysiz, aytib bilmaysiz. Ay, bo'ptini qarab qo'y-ya. Mana. Shirin, shuni o'rpiraman. Mana. Qarab beqam shirkatni tushdim. Kirgin shu, ha? Mushu. Bo'ptim do'sa. Ma'qulamsan. Juma, izlamang juma meni. Bu ish chiq. Ma'qul. Voy, rostini sening kasan shukan qo'y. Shirin, bizga endi biyib ketgan bo'ldi. Ha? Biyib ketgan bo'ldi. Bu kasını bizden büyük küçüğümüzden imnasiyeti var. Tushunmaysiz qiram. Bu bizga endi burun qazlarimizni hamda qaytarib o'tib, qaytadan biyib cho'ng boylardan bo'lib ketamiz endi. Neymişqa? Cheki bakası. Shirin manda bo'lsin. Siz mo bilgan japa chekdingiz, charchadingiz emasmi? Siz qaytib turing. Men sizdan aloqa chaqana. Axir ish bosga. Ma'qul qish. Yasin, kasan axir tepildi. Burunqi vaqtlaring qaytib keladigan bo'ldi. Yana suv ko'paytirishdan boshlaysa degina ishni. Ko'piya. Voy, ko'paymidi-ku. Ko'piya. Yasin, bu sening kasan emasmi nima? Ko'piya.
Yasin, qaraganda kasını epkeygen adam aldamchi o'xshaydi. Sening kasang o'xshash kasidan birini yasdi, sening pulingni oldig'il kepti. Xosiyatimni yo'qotdimmi yoki sal emasmi? Bu emas. Köpüya. Yasin, bo'ldi qil. O'zingni qil deyma. Hey, xislatli kasa. Nelarda? Kimlarning qo'liga tushib ketgansan? Yasin shundaq qilib kasini yo'qotdi. Shundaqla o'zini qo'shib yo'qotganda qiladi. Ba'zida odamga bilib bilmay omad qush qo'nib qoladi. Siz mush fursatni tutib olsangiz, umrlik baxtga erisha olishingiz mumkin. Agar ko'ranglab, o'zingizni bilolmay qolsangiz, bu fursatning qanday ketib qolganligini bilolmay qolishingiz mumkin. Oho! Topdim! Men Yasin kallak. Lekin shunda o'shman bilaqimga. Hozir nada? Bir tur filmdan shekil qoldimmi nima? Men qamlashmagan ko'ynak, men moddan qolgan ishton, endi men ishton mos kelmagan to'shay. Ish qilib bir qarash qilib namrat odamda qilib turma. Oy, qo'limda ham bir gujak turdi-ku. Keynimda tunishli bir daraq bu. Yasin, Qisqa filmlarniki logik spoch etgan chaqda men bir namrat odamdan tuyuqsiz vahshiy bir boy odamga aylanib ketdi ekanman-da. Men acha cho'qim chiqdi. Musha. Başladık. Yasin kallak. Bu qitim endi kim tushuntirib qoldi? Seni nima boyliqlar kutib turgandi, ha? Oho! Topdim! Chiroq yo'qmi bu? Qaysi qilmashmagan men chiroq qo'yib menga? Yasin kallak. Yağaş qazan bağı qaynavermeydi. Ma daraxt bir qitim qaynagan bilan boshqa daraxtlar qaynab qolsa-chi? To'g'ri. Boshqa ko'lab baqish kerak. Ayolima. Bu göher tüyga o'xshamamdi. Yasin kallak. Sana desem bağı. Vay, sen de yeme ya. Bir gapdan iş kısmata. Yasin deb. Nimda otsa? Mana emse. Hey Yasin kallak. Seni usab ketdi deb ichim og'irsa, men tilla otamsan texi? Hey tuzkor. Yürü. Ya yama uşuqni mekansan juma ya. Mada ishga g'aqib qo'ygangamdi. 1,5 kiloluk biraz etish tog'ibishim ya. Nima? Qutyar kavas ishimlika? Yasin kallak. Dedim-ku Ahmet kelivermeydi. Mush kamigan taladi onangning aqvami da. Ash bir kechada bayob kitimiz deb hamxiyal qilcha. Ash o'zimizga tayinib bayolayli juma. Yak. To'xta Yasin kallak. Haynin qara.